ishni Allohga topshirish, uni o'ziga suyanish, uni va'dasiga ishonish, Allohning ishiga rozi bo'lish, u haqida yaxshi gumonda bo'lish, yengilligini faqat Allohdan kutish iymonning eng ulug' mevasi. Allohga tavakkul qilish mo'minning eng ulug' sifatlaridan. Tavakkul qilish degan nima degani edi? Esli odamlar ittaro kelib, mana devorga suyangan, beli charchamayapti, beli tolmayapti. Endi suyanchig'i bo'lmagan odamning beli tolib ketadi. Mana sizlarga dehqoncha misol. Allohga ishlarini topshirgan, Allohga ishini tavakkul qilgan banda hayotda beli tolmay yashaydi. Lillahil masalul a'la. Banda ishlarning oqibati haqida yaxshi gumonda bo'lsa, har bir ishida Allohga suyansa, nimaga erishadi? Allohning himoyasiga, homiyligiga, rioyasiga, qo'llashiga va madadiga. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bu odamning hamma ishi Allohning qo'lida. Ibrohim alayhisalom juda ham katta o'tni to'plab gulxan yoqishdi. Ibrohim alayhisalomning oyoq qo'lini bog'lab o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. Shunda Jibril alayhisalom keldida, "Alaka haja ya Ibrohim? Ibrohim, menga bir hojatingiz bormi?" "Ha, ushlab qoling" demadi. U sekundlarda bo'lyapti bu ish. Havoda gaplashyapti buni. Uchib ketyapti, hozir yarim sekundda tushadi o'tga. Sizgami dedi? Sizga hojatim yo'q. Robbimga hojatim bor, ammo Robbimga aytishni hojati yo'q dedi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Ibrohim alayhisalom. Alloh taolama dedi, "Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim." Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'ling dedi. Nima uchun? Hasbunallohu va ni'mal vakil degan uchun. Mushriklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni va sahobalarni qo'rqitib odam yuborishdi. Katta qo'shin ustilarga to'planib kelyapti. Bu Uhud g'azotidan keyinlar, 3 kun o'tib. Rasulullohni qo'rqitgani, sahobalarni qo'rqitgan odam yuborganda Rasululloh aytdilar, "Hasbunallohu va ni'mal vakil." Bizga Allohning o'zi kifoya, u vakillikka o'ta loyiqdir. Natija qanaqa bo'ldi? Shu oyatning davomini qarang. Fanqalabu bi ni'mati minallohi va fadl. Bas ana shu yurishdan biron noxushlik yetmay Allohning ne'mati va fazli bilan qaytdilar. Birodar, hasbunallohu va ni'mal vakil deyishni o'rgan. Yuragingdan chiqsin, ishonib turib ayt. Odam bolasi dunyoda yashar ekan, albatta xavotirga, mashaqqatga, vahimaga, qo'rquvga duch keladi. Bularning hammasini oldida sobit turishlikka insonning toqati yetmaydi. Chunki inson ojiz, inson zaif qilib yaratilgan. Va xuliqal insonu doifa. Inson ojiz qilib yaratilgan. Demak, inson ojiz. Ammo u Robbisiga tavakkul qilsa, Alloh meni qo'llaydi deb iymoni komil bo'lsa, ishini Allohga topshirsa, holi tamomiy yaxshi tomonga o'zgaradi. Kelayotgan qo'rquvlar, hodisalar, voqealar, halokatlar bandani ezib qo'yadi. Shunda unga bitta yo'l qoladi. Hasbiyallohu va ni'mal vakil deydi. Meni hisobim Allohning qo'lida, u naqadar zo'r vakildir. O'zi shunaqa bir musibat tayda qolgan odamni boshqa nima chorasi ham bor? Nima chorasi ham bor? Agar birodar haqiqiy mo'min bo'ladigan bo'lsang, yolg'iz o'ziga suyan. Alloh taolo aytayapti: "Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Agar sizlar mo'min bo'lsanglar, Allohning o'ziga suyaninglar. Akangizga emas, tanishingizga emas, pulingizga emas, qandaydir kuchliroq aloqalaringizga emas, Allohga suyaning. Agar mo'min bo'lsangiz, shart qo'yapti: "In kuntum mu'minin." Agar mo'min bo'lsanglar. Mana tarixni qarasangiz, Allohga tavakkul qilishlikni misollari to'lib yotibdi. Allohga haqiqiy tavakkul qilganlarda Alloh qanday qo'llaganini qarang. Hojar ona emiziklik Ismoil o'g'li bilan Bakkada qoldi. Ibrohim alayhisalom qo'yib ketdi, Allohga tavakkal deb qoldi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Hojar ona. Ojiza ayol, qo'lida emiziklik bolasi, hali Makka shahri yo'q, sahro. Shunday qo'yib ketaverdi. Qolaverdi. Idan lan yuzayyana. Alloh bizni zoya qilmaydi dedi. Nima berdi Alloh taolo Hojar onaga? Zamzamni berdi. Musa alayhisalom onasi, u ham ojiza, zaif ayol. Firavun hukm qilgan.
Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il bolani, o'g'il chaqaloqni so'yilsin. Istab yurib, uymi-yur so'yishgan. Qanaqa bir sharoiti bor, qanaqa bir chorasi bor bu ojiz ayolni. Daryoga borib, sevatga solib oqizdi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi. Nima bo'ldi? Firavunning qasriga borib, Firavunning bolasidek katta bo'ldi. Mana shu Musa alayhisolamni qatl qilishlik uchun chaqlangan qilichlar, pichoqlar, hanjar, nayzalar Musa alayhisolamning himoyasida, xizmatida turdi. Onasini uyiga olib borib keladigan bo'ldi, Firavunning xonadonining bolasi bo'lganligi uchun. Chunki Alloh taologa birodarlar, qiyin narsani o'zi yo'q. Shuning uchun birodar, agar qiylangan bo'lsang hayotda, mashaqqatlar ezib tashlagan bo'lsa, dod devorgin kelayotgan bo'lsa, shu muammodan chiqishni xohlaysanmi? Albatta xohlaysan. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani ishi, hukmi o'zini qo'lida bo'lgan Allohga topshirishingni. Uni o'ziga tavakkul qil. Seni shioring hasbunallohu va ni'mal vakil bo'lsin. Allohni o'zi kifoya bizga. U vakillikka o'ta loyiqdir. Puling ozayib ketdi, davlating kamayib ketdi, qarzga botib qolding. Hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Ishing yurishmayapti, qayoqqa borsang eshiklar yopiq, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Dushmanlarda xavotir ko'payib ketdi, taqdir, tuhmatlar ko'payib ketdi, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Robbimiz o'zi bizga kifoya va u naqadar yaxshi vakildir. Shaytoniy hilalar, shaytoniy hujumlar ustunga bostirib kelib qolsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Chunki shaytonning hilasi Allohga tavakkal qilgan bandalarga o'tmaydi. Qaytarib aytaman, Allohga haqiqiy tavakkal qilgan odamga shaytonning makr hilalari o'tmaydi. Astagfirullah. Inna ibadi laysa laka alayhim sultonun va kafa bi robbika vakila. Mening iymon e'tiqodli bandalarim ustiga esa sen uchun hech qanday saltanat hukmronlik bo'lmas. Parvardigoringning o'zi yetarli qo'riqlovchidir. Iblis Odam alayhisalomga sajda qilishidan bosh tortdi. Jannatdan quvildi, la'natni oldi va Alloh taolodan qiyomatgacha o'lmaslikka izn so'radi. Alloh izn berdi. Iblis nima dedi? Endi mana shu odamni deb turib la'nati bo'ldi, mana shu odamni deb turib jannatdan quvildimmi? Endi men buni zurriyotini hammasini to'g'ri yo'ldan adashtiraman dedi. Oldidan orqasidan kelaman, o'ngidan so'lidan kelaman, ustidan ostidan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman, juda ko'pchiligi seni to'g'ri yo'lingda bo'lmaganligini ko'rasan dedi. Alloh taolo nima dedi? Meni e'tiqodli iymonli bandalarim ustida senga hech qanday hukmronlik yo'q dedi. Shuning uchun hasbiyallohu va ni'mal vakil degan narsa qalbingdan chiqsin. Rostakamiga Allohga tavakkul qil, shaytonning makr hilalari ham senga zarar qilmaydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning o'zi yetarlidir. Qarangda, bir muammoingiz bor. U yoqqa yurdingiz, bu yoqqa yurdingiz, eplolmayapsiz. Shunda bir siz ishongan, sizga yaxshilikni ravo ko'radigan, gapiga javob beradigan, seryozni odam, bo'ldi men qilib beraman, ketavering dedi. Bo'ldi, ketavering, men to'lab qo'yaman ishingizni dedi. Biz aytganda ishonchli odam, omonatdor odam, gapiga javob beradi. U haligi har xil qalanqasaq emas va sizga yaxshilikni ravo ko'radi. Bo'ldi, ketavering, to'lab qo'yaman, xotirjam uxlavering desa, bitta odam sizga ishingizni hal qilib beraman desa, o'sha nima bo'lib qolasiz? Xotirjam bo'lib qolasiz-a? Ha, o'lib qolishi mumkin. Fe'li aynib qolishi mumkin. U mansabidan ketib qolishi mumkin. Bitta shunaqa ojiz banda ishingni men to'g'rilab beraman desa, xotirjam bo'lasiz-u. Hamma ish o'zini qo'lida bo'lgan Alloh ishingni menga topshir, o'zim bitkizib beraman desa, ishona olmaysizmi? Bizning muammoimiz shunda-da. Mana Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu hadisini o'qidik, zikr haqidagi darsimizda. Ya Rasululloh dedi. Bir kunda qiladigan duolarimni qanchasi sizga salovatga aylantirib qo'yay? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi dedilar Rasululloh. Duolarimni 3 dan birini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga shuncha yaxshi. Yarmini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi duolarimni? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi. Imom Termiziydan bu hadis. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duolarim sizga salovatga aylanadi dedi. Faqat sizga salovat aytaman dedi. Rasululloh aytdilar, unday bo'lsa
gunohlaring mag'firat qilinib, g'amlaring hal bo'lar ekanda dedilar. O'sha darsda o'tganimizdan beri salovat tinmasdan aytayotganlar, qo'l ko'tarib qo'yamiz. Bu darsda qatnashganlarda endi. Bir 10 tadan ko'proq odam o'tirardi darsda. Ashlar ishona olmayapti-da qolganlar. Qanday? Salovat aytsanglar problema hal bo'lib ketadimi? Mana masalan hozir ish yurishmayapti. Undan ko'ra bitamta ish bergani yaxshi emasmi? Masalan qarzim bor. To'g'risi salovat aytib o'tirsam, endi seniki ijobat bo'lmaydi. Mana kam deganda 400 ta 500 ta odam masala eshityapti-ku kunda kelib. Qarang bir 50 ta odam yo'qda, 10 tadan bitta odam qo'l ko'tara olmayapti. Endi ayb kimda ekan? Hayotda osuda, xotirjam, sakinat bilan yashamayotganingizga sabab nima ekan? Ishonmayapsiz, birodar. Qanday? Prosta salovat aytsa hal bo'ladimi? Bilmadim. Unda gunohlaring mag'firat bo'lib, g'amlaring hal bo'lar ekanda deyaptilar Rasululloh. Tilingiz bekor qoldi, salovat ayting-da. Ayting-da. Ishona olmaysizda. Shuning uchun aytyapmiz, haqiqiy tavakkal qilganga beriladi bu narsa, hammaga emas. Modomiki hayotni beradigan ham, oladigan ham Allohning o'zi ekan. Rizqni berib, man qiladigan ham o'zi ekan. Endi nima uchun boshqalardan qo'rqib, boshqalardan umid qilasan, birodar? Nimaga qo'rqasan birodardan? Ustingga kelayotgan ko'p g'am va tashvishlar, birodar, anduqlar nima sababdan kelyapti bilasanmi? Sen hech ham o'ylamagansan bu narsani. Gunohlar deysizlar, taqvoyimiz yo'qligi deysizlar, namozga beparorligimiz deysizlar, lekin bu narsani bilmaysizlar. Nimaga shu muammolar kelyapti bilasizmi? O'zingga o'xshagan odamdan umid qilishliging, o'zingga o'xshagan bandaga suyanishliging, unga laganbardorlik, unga tilg'onamalik qilishliging. Shu sababdan ustingga musibatlar keladi. Odamga suyanganligi uchun problema keladi ustingga. Bunaqa qilma birodar. Chunki u sen umid qilib, undan yaxshilikni umid qilib, undan foyda kelishini umid qilib, unga sen laganbardorlik qilayotgan odam ham senga o'xshagan odam. U ham ojiz banda. Shuning uchun Allohni o'zidan umid qil, faqat Allohni o'ziga suyan. Shunda ko'p muammolardan qutulasan. Psixologik muammolardan, ta'madan, laganbardorlikdan, patqalimlikdan va nimadan? Puldor odam kasal ikki bo'kilib turadi. Pisand qilmaydi senda qani. Sen Allohdan kutgunda, senga mansabdormi, puldormi bir xil bo'ladi. Tekkiz muomala qilasan. Qimmat mashinada, qimmat kiyim bilan kirib kelsa, qimmat telefon bilan. U savdo qilsa, qilmasa qulluq qilasiz, aka keling deysiz. Prosta ko'rib chiqib ketadi. Endi bunday qo'li kaltaroq, yupurroq odam kelib turib, sizga palon pulli savdo qilsa ham bunday turasiz sizning oldida. Yana bir muhim narsa, inson bir narsaga erishishligi uchun sabablarni qilish kerak. Sen maqsadingga yetishlik uchun ikkita sabab kerak senga. Bittasi asliy sabab, bittasi tayin qilingan sabab. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab bu Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab sen qilishing kerak bo'lgan ishlar. Shu ikkalasi bo'lsa, seni maqsading ro'yobga chiqadi. Qog'ozni kuyishiga olov sabab. Ko'katni o'sishiga suv sabab. Qon oqishiga pichoq sabab. Kunni isishiga oftob sabab. Bular bor yo'g'i sabab. Qaranglar, olov, suv, pichoq, oftob sabab. Bular biz xohlayotgan ishni qilib bera olmaydi. Balki u narsani Allohning xohishi beradi. Dalil. Ibrohim alayhisalomni yoqib yuborishlik uchun mushriklar katta gulxan yoqishdi. Sabab bor. Oyoq qo'lini bog'lab otishdi. Sabab bor. O'tga tushdi. Kuydimi? Demak, o't kuydirmas ekanda, Allohning xohishi kuydirar ekan. O't bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Ibrohim alayhisalom o'zini o'g'li Ismoil alayhisalomni qurbonlikka yotkizdi. Oyoq qo'lini bayladi, yuzini yerga tegizdi, tomog'iga pichoqni qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhisalom so'yilish uchun hamma ish qilindi. Pichoq kesdimi? Demak, pichoq kesmaydi ekan. Allohning xohishi kesar ekan. Pichoq bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Yunus alayhisalom qavm u kishini halok qilishligi uchun dengizga irg'itishdi kemadan. Baliq yutib olib tushib ketdi dengiz tagiga. Dengizda tagi
baliqni qorni, havo yo'q. O'lishlik uchun hamma sabab qilindi. Yunus alayhisalom o'ldimi? Demak, havoni yo'qligi o'ldirmas ekan. Havoni yo'qligi faqat sabab ekan. Kim o'ldirar ekan? Allohning xohishi o'ldirar ekan. Musa alayhisalom Misrdan ana shu 600 ming Yahudi bilan chiqdi, qochib. Dengizda oldiga keldi. Orqadan Firavun qo'shini bilan yetib keldi, qirib yuborishlik uchun. Agar yetib kelsa, haqiqatan qirib tashlaydi. Lekin kim xohlasa qirib tashlaydi ular? Kimni xohishi bilan bu ishga qodir bo'ladi? Lekin Alloh xohlamadi buni. Aksincha shu zolimlarni o'zini halok qilishini xohladi. Bironta odam yerdan bitta tosh olib Firavunning qo'shiniga otgani yo'q, Bani Isroilning ichidan. Ular hech narsa qilmadi. Endi Allohning xohishi bo'ludi, dengiz o'zi cho'ktirib qo'ydi. Tushunarli birodarlar? Pichoq kesmaydi. O't kuydirmaydi. Suv cho'ktirmaydi. Alloh qiladi bularni. Siz bilan biz qilayotgan ishimiz bor yo'g'i sabab. Firavunning halok bo'lishiga alohida e'tibor bering birodar. Bu qissada bandalar qilish kerak bo'lgan bitta sabab yo'q. Alloh xoladi, tamom bo'laverdi. Ibrohim alayhisalomni odamlar o'tga tashashdi, sababni qildi. Ismoil alayhisalomning tomog'iga pichoq tortildi, inson sababni qildi. Yunus alayhisalomni tashlashdi. Bularning hammasida sabab bo'lib turib bo'lmadi. Sababni qilsa ham bo'lmadi natija. Ammo Firavun ishida sabab bo'lmasa ham bo'ldi. Kim aytgani bo'lar ekan? Kim aytgani bo'lar ekan? So'raylar kattalardan. Bolam bezillamadi, Xudo aytgani bo'ladi deydi. Shuning uchun birodar, xotirjam bo'l. Biroq qo'rqitsa qo'rqib ketma. Biroq yaxshi narsani va'da qilsa ishib ketma. Ular hech narsa qila olmaydi. Agar Alloh bir ishni xohlasa, sababni ham kerak yo'q ekanmi? Astagfirullah. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Alloh bir ishni xohlasa, bo'lishini. Shu ishga bo'l deydi, bo'ladi. Sabab ham kerak emas. O'shuning uchun Allohdan qolmang birodar. Allohga tavakkul qiling. Qoida. Bandani saodatga yetaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin, birodar, Allohga suyanishing, Allohga tavakkul qilishing qanchalar kuchli, quvvatli bo'lsa, seni saodating ham shunga yarasha bo'ladi. Agar Allohga suyanishni bilmasang, Alloh bilan himoyalanishni bilmasang, shunga yarasha baxtsiz yashayverasan. Chunki Alloh taolo aytadi, astagfiru billah, ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Xoliq subhanahu va taolo aytayapti. Siz bilan biz yaratgan zot aytayapti. Bizni nima baxtsiz qilish, nima baxtsiz qilmasligini biladigan zot aytayaptiki, ogoh bo'linglar. Ogoh bo'linglar. Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Inson Allohning do'sti bo'lsa, tavakkul qilib turib, unga g'am, qayg'u bo'lmaydi dunyoda. Qo'rqma birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi, agar buni Alloh xolamagan bo'lsa. Shuning uchun biroq qo'rqsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni yopib tashlayman desa, va desa, qo'lingdan kelgan sabablarni qilginu, hasbunallohu va ni'mal vakilda. Xotirjam bo'l. Bu yoq nima bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Birov senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xolamasa. Birov senga zarar yetkaza olmaydi agar Alloh xolamasa. Shuning uchun seni yuragini siqadigan bir xavotirli xabar kelsa, seni qo'rqitadigan bir so'z kelgan bo'lsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosni o'zining ulovlariga uchqashtirib olib, yosh bola ekan, bir qancha narsalarni o'rgatdilar. Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat. Ey bola, men senga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Alloh aytganda bo'l, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqlagin, uni doim qarshingda topasan. Qachon muammoing bo'lsa Alloh hal qilib beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, ko'mak tilasang, Allohdan tila va bilginki, butun ummat senga biron bir foyda yetkazish uchun jamlansa, ular senga faqatgina Alloh yozgan foydani keltira oladi. Butun ummat. Agar butun ummat senga zarar yetkazishlik maqsadida to'plansa,
ular Alloh yozganidan oshiqcha zarar yetkaza olmaydi. Chunki seni ustingga keladigan yaxshi yomon kunni yozgan qalam ko'tarildi, sahifalar quridi, ish bitdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib, Savr g'orida o'tirishar edi. Rivoyatlarga qarasak, o'rgimchak to'r solib qo'ydi. Bir kaptar kelib yotib oldi shu yerga. Mushriklar o'shigacha chiqishdi. Qarang, bironta sababni foyda qilmadi. Rasululloh hijrati uchun 10 ga yaqin sababni qildilar. Shimolga qaramay yurmasdan janubga qarab yurdilar. Kechasi chiqdilar, qo'ylar izlari bilan tuyanisini yopishdi, g'orga kirib 3 kun o'tirishdi. Hamma sababni qildilar, ammo bu sabablarning bittasi foyda qilmadi. Quraysh baribir topib chiqdi shu yerga. Chiqishdi, Abu Bakr Siddiq va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning oyog'ini ko'rib turishibdi. Shunda Abu Bakr Siddiq yig'ladi. Nima yig'layapsiz, Abu Bakr? Ya Rasululloh, agar hozir oyog'ini tagiga qarasa ko'rib qolardi dedi. Robbisining va'dasiga tamomiy iymoni komil bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam, haqiqiy tavakkulchilarning ustozi bo'lgan Muhammad alayhisalom, "Ya Abu Bakr, ma zannuka bi isnayn Allohu salisuhuma" dedi. Uchinchi she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanaqa gumondasiz dedi. O'rgimchakda to'r to'sdimi? Dunyodagi eng nafis parda shumi? Eng nafis to'siq shumi? Alloh xohladi shu o'rgimchakda to'ri sabab bo'ldi. Ammo payg'ambarimiz qilgan hech qaysi sababi foyda qilmadi. Shuning uchun birodar, seni sababing maqsadingga yetkazmaydi. Allohning xohishi yetkazadi. Allohning xohishi qachon bo'ladi senga foydasi? Hasbunallohu va ni'mal vakil desang. Qarangda, shu yerda bitta sabab qoluvdi. Rasulullohga va Abu Bakr Siddiqqa bitta sabab qoluvdi. Qaysi sababni qilish kerak edi ular? Oxirgi sabab edi. Nima edi? Allohning va'dasiga ishonib jim o'tirish edi. Oxirgi sababni ham qildi, Alloh taolo saqladi. G'orda oldan qaytib ketishdi. Shuning uchun birodar, hamma hisob-kitobni qilasan. Svet o'chib qolsa dvijok, mikrofon ishlamay qolsa manavi, ona qori kelmay qolsa manavi, hamma sabablarni qilding, bar bo'lmadimi? Endi nima deyishing kerak? Nima deyish kerak shunda? Alloh shuni taqdir qilgan ekan, bo'ldi. Biz sababini nima qildik? Xotirjammisiz? Haqiqiy tavakkalchi qanaqa bo'ladi? Mana endi shu savolni so'raylik o'zimizdan. Men har safar hasbiyallohu va ni'mal vakil, hasbunallohu va ni'mal vakil deyapman, Allohga tavakkal deyapman. Men haqiqiy tavakkulchimanmi? Haqiqiy tavakkalchi inson qanaqa bo'ladi? Sababni puxta qiladi. Xuddi tavakkal qilishni bilmaydigan odamda faqat sababni qiladi. Keyin sabablarni zo'r qilib qo'ygandan keyin sabab qilmagan odamdaqa Alloh o'zingga topshirdim deydi. Haqiqiy tavakkulchi qanaqa bo'ladi? Sababni zo'r qildi. Keyin sababni qilmagandaqa Allohga tavakkal dedi. Endi undan keyin qanaqa ish bo'lsa ham endi u rozi. Shu odam haqiqiy tavakkulchi. Hamma sababini qildimi, domla? Tavakkalni ham qildimi, domla? Bar bo'lmadi-yu. Sen tavakkalchi emas ekansan. Chunki haqiqiy tavakkulchi qanaqa natija bo'lsa ham undan rozi bo'ladi. Endi so'rayinchi o'zingizdan, siz haqiqiy tavakkulchi ekansizmi? Shuning uchun ulamolar aytishadi, tavakkul 3 xil bo'ladi. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Ikkinchisi rozilik, uchinchisi muhabbat. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Bu sabr darajasi deyiladi. Zohid insonlar sabr qiladi, shikoyat qilmaydi. Ikkinchisi rozilik. Bu Allohning taqsimiga, Allohning bergan kuniga rozilik. Bu sodiqlarning tavakkuli. Uchinchisi muhabbat. Allohning qilgan ishini yaxshi ko'rish, garchi sizga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Bu anbiyolarning tavakkuli. Tavakkulning birinchisi shikoyat qilmaslik, ikkinchisi rozi bo'lish, uchinchisi yaxshi ko'rish. Endi tavakkulning samaralari. Mana endi nima bor bizga tavakkal qilsak, birodarlar? Birinchidan Allohning muhabbati bor. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkulchilarni yaxshi ko'radi. Agar Alloh seni yaxshi ko'rgan bo'lsa, yutdi ikki dunyoda. Keyingi foydasi, rizqing keng bo'ladi. Hozir 99% odamning g'ami shu pul topishda, to'g'rimi? Ha, pul topishda. Rasululloh aytadilar, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilganinglarda
Alloh sizlarning rizqinglarni xuddi qushni rizqini bergandek berar edi. Qush ertalab uchib chiqib ketadi, qorni och, kechki payt albatta qorni to'q keladi. Och qolmas ekan qush, birodarlar. Uni hunari yo'q, do'koni yo'q, sababi yo'q, uchib chiqib ketishinglar bor. Qush albatta qorni to'yib kelar ekan. Agar sizlar chinakamiga haqiqiy tavakkul qila olsanglar, qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izadi Alloh deyapti. Tavakkulning yana bitta samarasi shaytonning vasvasasidan omonda bo'lasan. Hamma qo'rqib bo'layotgan ishlardan vahimaga tushganda xotirjam turasan. Innahu laysa lahu sultonun alallazina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Albatta iymon keltirgan va yolg'iz Allohga tavakkal qiladigan zotlar ustida shayton uchun hech qanday saltanat yo'q. Vasvasadan omonda bo'lasan. Jannatga behisob kirasan. Payg'ambarimiz aytadilar, meni ummatimdan bo'lgan 70 ming kishi bor, ular jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi. Sahobalar, ular kimlar yo Rasululloh deyishdi. U zot javob berdilar, o'zlarini kuydirmagan, kuydirib davolamagan, ruhiya qildirmagan va Allohga tavakkul qilganlar dedi. Haqiqiy tavakkul qilgan odam jannatga hisob kitobsiz kiradi deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tavakkulning yana foydalaridan insonni azizlikka boshlaydi. Chunki meni ishim Allohning qo'lida. Alloh rizqimni yetkazadi. Alloh foydani ham, zararni ham o'zi beradi degan odam xo'jayin uni xor qilsa ko'tarmaydi. Biroq qo'rqitsa qo'rqmaydi. Alloh rizqni bitta eshigini yopsa, ikkinchisini ochadi deb shart izzat nafsi bilan chiqib ketaveradi. Kim Allohga suyansa, bas albatta Alloh g'olib va hikmatlidir. Tavakkulning yana samaralaridan haqiqiy tavakkul qilayotgan bo'lsang, bu seni qalbingda iymonni chin rost ekanligini dalili bo'ladi. Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohga tavakkal qilinglar. Tavakkulning samaralaridan ishingni tuzatadi, ahvolingni o'nglaydi, fitnalardan, musibatlardan to'sadi. Haqiqiy tavakkul qilishlik, birodar, duolarning ijobati bo'lishining sababi. Haqiqiy tavakkul qilishlik maqsadingga olib boradi. Haqiqiy tavakkul qilishlik seni ikki dunyoda saodatli qiladi. Ana shu tavakkulga Imom Buxoriyda keltirgan bir hadisni hikoyasini aytib beraman. Rasululloh aytadilar, Banu Isroildan bo'lgan bir kishi boshqa bir Banu Isroillik kishidan 1000 dinor qarz oldi. Qarz olayotganda qarzni berayotgan guvoh keltir dedi. Hali qarz olayotgan Allohning o'zi guvoh dedi. To'g'ri ayting dedi. Menga kafil keltir dedi. Allohning o'zi kafil dedi. To'g'ri ayting dedi. Ma'lum vaqtda berishlikka 1000 dinorni qarz qilib berdi. Haligi odam molni oldi, dengizga o'tirib ketdi. Tijorati bilan. Pul berish kerak bo'lgan vaqt kelgan paytda 1000 dinorni oldida dengizni bo'yiga keldi. Bo'yiga odam tomonga ketadigan kema bo'lsa berib yuboraman deb. Lekin kema bo'lmadi. Shunda nima qildi? Bir katta yog'ochni oldi, ichini o'ydi, dinorlarni soldi, yamadi, dengizga uloqtirdi. Nima dedi? Parvardigor, o'zing bilasan, palonchidan 1000 dinorni qarz olganman. Kafil keltir deganida seni kafil deganman. Seni kafilligingga rozi bo'ldi. Guvoh keltir dedi. Allohning guvohligi yetadi dedim, unga ham rozi bo'ldi. Men pulni jo'natgani kema qidirdim, ammo topmadim. Mana endi mana yog'ochning ichidagi pul senga omonat. Dedi, dengizga tashlab qaytib ketdi. Allohga o'ziga tavakkal qildi, 1000 dinorni yog'ochga solib dengizga tashlab yubordi. Va'dalashilgan vaqt keldi, haligi pulni bergan haqdor dengizni bo'yiga chiqib turibdi, kelishini kutib. Kema yo'q, bir payt g'o'la sohilga chiqib qoldi. Haligini ko'rdida, ha o'tin bo'lar, yaqarmada olib borib turib, yorug'ni ichidan tillasi chiqdi, haligi odamning yozgan maktubi ham chiqdi. Endi nariga odam keyinroq yana boshqa 1000 dinorni olib turib, qarzni to'lagani keldida uchradi haligi odamga. Men sizga vaqtida haqingizni beraman deb kema istab chiquvdim, bo'lmadi. Mana endi ko'tarib keldim deganda, seni yuborgan omonatingni Alloh yetkazdi menga dedi. Haligi 1000 dinorni olib, qo'lidagi bilan qaytib ketaverdi. Yog'ochning ichida omonati keldi. Nima uchun keldi? Nima qiluvdi? Bandani saodatga yetaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Unga suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin Allohga suyanishi va tavakkul qilishi qanchalar quvvatli bo'lsa, bandaning saodati ham shunga yarasha bo'ladi.
Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Dunyoda g'amgin bo'lmaysan, birodar. Dunyoda mahzun bo'lib yashamaysan, o'kinmaysan, g'amgin bo'lmaysan agar Allohga haqiqiy tavakkul qilsang. Qo'rqma, birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xohlamasa. Biroq qo'rqitsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni olib tashlayman desa, bularga parvo qilma. Qo'lingdan kelgan sababni qilginda hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Bu yo'q nima bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xohlamasa. Biroq senga zarar keltira olmaydi agar Alloh xohlamasa. Shuning uchun sen ustingga qo'rquv xavotir kelsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan.